Səvzə köktatlar içidəki ozuqluq qiyməti yuqarı köktatlarning biri. Səvzənin adam bədəniga nisbətən saqlıqni saqlash, ozuqluq to'liqlash qatorliq unumlari ko'p bo'lg'achqa, uning köktatlar shoyi degan nomi bor. Səvzəni ko'p iste'mol qilib bersa, qon besimini tuvallatish, qondagi qanit miqdorini tuvallatish, immunit kuchini yuqori ko'tarish qatorliq bir qator unumlarga erishgili bo'ladi. Ammo səvzini qandoq yesa, ondan haqiqiy unumga erishgili bo'lganligini bilamsiz? Səvzini mayda qorib yesa foydaliqmi? Səvzi tarkibidagi tarkiblar mayda oson eriydi, lekin uni mayda qorib yeganda uning oziqlik qiymati tuvallab ketadi. Undaqda səvzini qandoq usulda yesa eng unumli bo'ladi? Dumlab pishirish səvzining oziqlik qiymatini saqlab qolishdagi eng yaxshi usul. Səvzining odam badaniga bo'lgan foydali taraflari bo'lsa, yurakni asraydi, qon tomirlarini ravonlashtiradi, qondagi qanat va may miqdorini tuvallatadi, qiyirishning oldini oladi, badanning immunit kuchini yuqori ko'taradi, ko'zni asraydi, ko'zni ro'shanlashtiradi.